Gullar shahri Namanganmi ayol qizlari eskidan bir xil bo'lib kiyinishni yaxshi ko'rishadi. Kommentariyada to'g'riligini isbotlab boringlar. Sinfdosh qizlar 10 ta bo'lishsa, 10 talari bir xil kiyinishi. O'g'sillar 4 ta bo'lsa, 4 talari bir xil kiyinishni yaxshi ko'rishadi. Aynan sizlar bir xil kiyadiganlarga shunaqa go'zal liboslarimizni olib kelib qo'ydik-da. Ushbu libosimiz Dubai House'ga keldi. Turkiyaning Rozgar brendidan. Razmerlari 42 dan 48 gacha. Matolari juda ham o'zgacha. To'g'risi biz bu matoga nom topolmadik, lekin matosi juda ham zo'r. Sholkovoy deb ham atab bo'ladi, qanaqa kupra deb ham atab bo'ladi. Jakarta desa ham bo'laveradi. Xullas hammasini bitta qilganda. Yangicha matodan 2026-yil kolleksiyasidan qizlar. Yenglarini qaranglar, frantsuzskiy gifyurlar bilan bezatilgan, ustida yana kristal toshlar bilan bezatilgan. Oldilari ham polni mayda kristal Swarovski toshlar bilan bezak berilgan. Buni mana shu eng tortib o'ziga xos joyi albatta mana shu bantikchalari ekan, qarang. Noyob, juda. Bantikchalari ham juda ham chiroyli. Bu go'zal liboslarimizni 3 xil rassetkasi bor. Ko'rganingizdek, korishniy, bordovoy va shunaqa qora. Boshimizdagi ro'mollarimizga ham e'tibor beramiz. Ushbu ro'mollarimiz ham Dubai House'dan moslab bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Pastdagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qiling. Adminlarimiz sizga mos razmerini konsultatsiya qilib berishadi. Dubai House'da sizlarni kutib qolamiz.